Bir futbolchi murabbiyning gapiga quloq solmagani Real Madridning Chempionlar Ligasini yutishiga sabab bo'ldi. Bu rostdan ham qiziq voqea. O'tgan mavsum Manchester City bilan o'yinda Real darvozaboni ikkita penaltini qaytargan va jamoasiga g'alaba keltirgan edi. Ayniqsa Bernardo Silvaning zarbasini oson ushlab olgan edi. Bu esa o'yin taqdirini hal qildi. Lekin bu tasodif emasdi. Keling tushuntiraman. 2019-yilga qaytamiz. O'sha yili Chelsea va Manchester City o'rtasidagi Liga Kubogi finalida penaltilar seriyasi Chelsea murabbiyi penaltiga ixtisoslashgan darvozabon Caballeroni maydonga tushirishni xohladi, ammo Kepa bu almashtirishga qarshilik qilib, katta mojaro keltirib chiqardi. Natijada Chelsea penaltidan yutqazdi. Ammo qizig'i shundaki, Cityni penaltida oldinga olib chiqqan zarbani Bernardo Silva bajargan va aynan o'rtaga tepgan edi. Ammo Kepa yon tomonga sakragan va to'pni ushlay olmagan. Ya'ni u o'sha paytda Manchester City futbolchilarining va xususan Bernardo Silvaning penalti tepish nuqtalarini qisman bilib olgan. Real Madridda zaxira darvozaboni bo'lgan Kepa bu ma'lumotlarni penaltidan oldin Luninga tushuntirdi. Real Madrid uchrashuvda mana shu penalti sabab g'alaba qozondi. To'g'ri, keyinchalik Bavariya va Borussiya ham taslim etildi. Ammo eng qiyin raqib baribir Manchester City edi.